Ortaklar, qadrdonlar, tez kunlarda xudo xolasa ustozimiz Og'abek Sobirov bilan intervyumiz bo'lib o'tadi. Xudo xolasa kimni necha qiziqtirgan savollari bo'lsa, faqat Og'abek Sobirov to'g'risida savollarni yozinglar, lishni gap so'z yozmanglar. Xudo xolasa sizlarning kommentariyaringizdan kelib chiqqan holda, albatta inobat olgan holda savollaringizni beraman ve javobini eshitasizlar. Xudo xolasa kommentariya yozamiz. Go! Asmak şamına sürdün şatın gelir evra. Asmak şamına sürdün şatın gelir evra. Kadrindin aynı yer kurtursan arman. Asmak şamına sürdün şatın gelir evra. Kadrindin aynı yer kurtursan arman. Bunca ki murat bana bu acı hasenirdi. Gülber güzel kürekten baya kitkenirdi. Aynanin! Hepsine kıran, hepsine kıran, hepsine. Saat yedi. Yok hey, yok hey, yok hey, yok hey. Usta yamansız usta. Eğer şu videonu Og'abek Sobirov usta görüp oturmasanız Allah razı olsun, Xudo xolasa. Canınız sağ olsun. Varınıza şükür. Unutulmaz insanlardan birisiz. Unutulmaz, o'chmas insanlardan birisiz, Xudo xolasa. O'rtaklar, savollarınızı yazıp bo'lgan bo'lsangiz, Xudo xolasa albatta biz zaten inobat olgan holda intervyumiz bo'lgan vaqtida savollarınızı berib o'tamiz. Iloji boricha interesniyroq, hayotiyroq, qiziqarliroq savollarni yozinglar. Negativ yozgan shundaysa arkan bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kommentariyada banglat tashanglar ish qilib, zo'r savollar yozinglar. Zo'r-zo'rlarni albatta beramiz, Xudo xolasa. Addushi yurakda sizlar.